Qaynona qaynotam kelishlariga shunaqa shirinlik zakaz qildim. Har doimgidek meni Hiloli вручать qiladilar. Ya'ni ishlaydigan ayolligi juda ham zo'r домашний to'rninglar qilib beradi. Voy, hozir senga ham beraman qizim. Faridaxon qarab turing Ra'noxonga. Mana shunaqa zo'r cheescake'lar, napoleonlar deysizlarmi? Hamma narsalar свежий aytishilarga qilib beradi. Xohlasanglar, nima desam? Ko'plar kelishiga zo'r chiqibdi, qizlarmi? Imam o'sha stiklikka faqat ichidagi asqarni yo'qlaganlar. O'zingga qanaqa turibdi? Yaxshi turibdi. Yaxshimi? Shu qilib Assalomu alaykum, yana bir bor xayrli kun azizlarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Ishxonadaman, ishxonada qo'l-qo'lga tegmayapti, telefonga вообще vaqt bo'lmayapti. Faqat sizlar uchun video olishga harakat qilaman hozir. Qizlarimizni birin-ketin imtihonni topshirishyapti. Juda ham yaxshi o'tishyapti imtihondan. Ikkinchi imtihon sal qiyinroq bo'ladi, ya'ni men xohlagan mavzuyimda so'rayman va bular javob berishlari kerak bo'ladi. Bu nima uchun qilinadi? Yana ham yaxshi o'rganishlari uchun, qizlarimizni yana o'qishlari uchun, bu mukammal qilish uchun kerak bo'ladi imtihonimizni. Imtihonimiz qo'rqinchli o'tmaydi. Ko'pchilik menga kecha yozibdi-da, "Mana shu imtihoningiz uchun ham men qo'rqaman, kursingizda qatnashgani" deyishibdi-da. Kulvordim to'g'risi. Chunki imtihon babi menga emas, ko'proq sizlarga kerak. Misol uchun sizlar yaxshi o'rgansanglar, o'zingizga plusku, to'g'rimi? Shuning uchun imtihon обязательно kerak. Menga ham qiyin. Men bitta 90 ta 100 ta o'quvchini bittalab bu yerda qizlarimizga ketdimi-ket chiroyli sarafanchiqlar tikishyapti. Bizning mavzuyimiz sarafan. Уже qizlarimiz hudini, shalvar andizasini so'qib ichyapti. Boshida qo'rqishyapti. Уже hozir qo'rqmayman, yubkalar ham bichishyapti. Umuman nol bo'lgan qizlarimiz ham zo'r o'rganishdi. Mana qizimizni turing asalim. Bugun mana shunaqa dvoyka bichib, tikib, kiyib kelibdilar. Voshshi asal, juda chiroyli, o'ziga yarashibdi. Rosa ochibdi, yana milliycha matodan-da. Rosa chiroyli, muzdekkina bo'lsa kerak. Rahmat sizga ham, Shohnazar aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Andazasi bo'yicha bichdim. Aha. Demak, bitta andazadan million xil narsa chiqarsa bo'ladi. Tushundingiz-a unga? Boshida qiyin tuyulyaptimi-di? Ha, boshida ozgina qiyin tuyuldi, hozir oson. zo'r, oson. Yaxshi, молодец, oson bo'lsinlar. Bu yerda qizlarimizni, ishinglar yaxshimi qizlar? Tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi bo'linglar. Bu yerda qizlar